shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Nima ko'ryapsiz aka? Bitta ko'ylak olmoqchi edim. Ko'ylak olasizmi ish qilib? Olaman. Yuring. Men million ko'ylaklarimiz 169 ming so'm. Tegimi? Yo'q, buncha pulim yo'q-da. Nima qilyapsiz bo'lmasa o'tdi? Chiqing daryoga, chiqing. Aka, bir daqiqaga. Menga qara. Aziz aka, assalomu alaykum. Bu qanaqa muomala? Nima qilganing? Uzr Aziz aka. Sen nima qilyapsan? Klientga ham shunaqa muomala qiladimi? Sen bor ozgina damingni olib turgin. Okey? Uzr, bolalar ozgina yoshda. Mana shu Adamari do'kondan xohlagan kiyimingizdan bittadan tanlang. Men sizga o'zim sovg'a qilib beraman. Rahmat. Boring, Rahmat. Rahmat. Aziz aka, uzr. Endi ukam menga qara. Adamariga kiyotgan mijozni hammasini hurmat qilish kerak. O'shaning uchun seni yaxshi ko'radi, sen ham yuzi bo'lasan. Mana qara, xursandligini qara chehrasini. Bittadan narsa oling dedim, yoqqandan qanchalar narsalar olib ko'rsan, odamlarga yaxshilik qilishing kerak. Qanchalik hurmatsang bular, shunchalik bir yo'qqa chiqadi.